Xitay konsulxanası Ramazan ayını saxta təşviqatı üçün qo'llandi. Qadrli ko'rmalarimiz, albatta tajovuzchilarning vatanimizning ichida, sirtida qilayotgan sanoqsiz ta'tir təşviqatı, jinoyatini yepish urinishlari to'xtovsiz davom qilyotdi. Ammo afsuski, dushmanning qilayotganini to'g'ri tushunish, albatta u dushman bo'lish sifati bilan butun razilligini, butun pastkaşlikini to'xtovsiz qilishi, uning bizga dushman bo'lish sifati bilan normal bir narsa hamdi. Chunki dushmanimiz. Ammo har doim mayli vatanning ichidagini qo'yamdi, majburlanganda u bu deymiz. Muhaciratda, sirtda, chet elda, erkin dunyoda turib, shu tajovuzchilarningki shu rezil siyosatiga jinoyatini yepish urinishlariga şu mazlum milletning, şu zulmni bevosita tatib atgan manqurtlarning bu milletning ichidan chiqqan shundoq sahna bo'lib berishi, bularga moslashib berishi insonning ichini eng ichindiradigan, yuragimizni pushlaydigan masala. Her daim bunda xabarlar chiqqan vaqtida albatta ijtimoiy ushur vositalarida qattiq nafrat qo'zg'aydi. Butun millatimiz tarafidan nafrat qo'zg'ab kelayotgan bir hodisalar, ammo numus deydigan tuyg'u, vicdan hiçbir narsa qanmaganligi ma'lum bo'ladiki, mana shundoq qirg'inchilik davomlashayotgan Ramazon oyida vatanimizda xalqimiz ro'z deydigan narsani erkin tutish emas, maxfiy tutishga qiynalayotgan bir sharoitda bu numussiz Xitoy bosh konsuli, İstanbul bosh konsuli İstanbulda yashayotgan bir qism manqurt Uyg'urlarningki ailesini ziyorat qilib, ko'z bo'yamchilik qilishga urindi. Ailesi ve iş o'rinlarini ziyorat qildi. Bu xabar Xitoyning İstanbul Turishq bosh konsulxonasining organ to'r betida berildi. Oldin qapda bosh konsul Wi Xiaodong'ningki Xitoylarning Yangi yil bayrami va musulmonlarning Ramazon oyi munosabati bilan, xuddi musulmonlarning Ramazon oyiga ko'ngil bildirgan qarab qayli, ham tashqi dunyoga berayotgan hiylagarlikka, aldamchilikka qarab qayli. Biz mana shundoq yo'qlaymiz, shundoq ittifoqmiz deb bu pastkash ko'rinishlarni beryapti. Numussizlarcha bular shu yerda turyapti Xitoy bilan. Az sonliq millat muhojirlarini ziyorat qilganligini ba'di Xitoy to'rbetida, organ to'rbetida konsulxonaning uyiga shirkat korxonalariga berib, ularning bayramini tabriklaganligi, hal so'raganligi. Vatandami o'xshash safsata tashviqotlar. Aholilar komiteti, Kommunist partiyasining u narsa, bu narsa xalqni yo'qladi deb u yerda bir ko'z bo'yamchilik qildim. Chet elda buningki yollanmalari bu shaklda qildim. Xabarda yana Wi Xiaodong'ning ularning turmush va xizmat ahvolini egillaganligi, ularni atalmış vatanni suyish, yurtini suyish an'anasini joriy qildirishga Xitoy hikoyasini yaxshi so'zlashga rag'batlantirganligi da'vo qilingan. Xitoyning İstanbul Turishq bosh konsulxonasi albatta yaqinqi mezgillarda qanchilgan qitim kun tartib keldi bularning qilayotgan, Turkiyada qilayotgan harakatlarini biz davomli holatda berib turyapmiz, so'rovlar sunyapmiz. Mushuncha vala qirg'inchilik jinoyatlarini pardozlash, Turkiyadagi turk xalqining ularningki ma'lumotini qaymoqtirish, Sharq Turkistonga bo'lgan qiziqchiligini suslashtirish uchun butun Turkiyaning har qaysi viloyatlarida to'xtamay chepib yurayotganligini hammamiz bilamiz. Her daim yani. Bir kun tumay bu tajovuzchilar shundoq harakat qilyapti. Va buningga moslashib ilgarilamasdan shu har xil yig'in o'rlashtirish, mayli konsulxonada bo'lsin, sirtda bo'lsin va yoki mana shundoq tashkillab turib, Uyg'urlarga telefon qilib, o'mak tashkillab, ko'z bo'yamchilik ziyorat o'rlashtirib o'tgandi. Buni kuchli bir g'ulg'ula qo'zg'agan masala bo'ldi o'z vaqtida hammalarga ma'lum bo'lgandek. Mana shundoq to'xtovsiz bu jinoyatlarni yepish uchun harakat qilyapti Xitoy. Endi Ramazon oyi yetib kelib, u yerdagi ahvollarni ko'rib turyapmiz. Xalqimizning qanday xo'rlanayotganligi, biz o'tgan haftadagi xabarimizdan ba'di qashog'i ishiltish, namunaligi har xil yig'inga o'rlashtirib olish, hozir bu chaqni oldiga to'kib bir pastkashlar qilayotgan har xil Xitoyning bayramlarini o'tkazish uchun shunday sat kiyimlarni kiygizib, xalqimizni u yerda avar qilib, har kuni millatimizning, xalqimizning bir minut beka vaqtini qo'ymaymiz Ramazon kunduzlarida qilayotgan
pastkeşlikini ko'ryapmiz ijtimoiy uchurvoslarda teshiga chiqqan ko'rinishlardan. Vatanning ichidagi ahvol bu. Sirtda mana shundoq jinoyatni yepish uchun qilayotgan tashviqotlari davomli holatda to'xtovsiz davom qilyapti. Mayli turk axborotlarida bo'lsin, arab dunyosidagi ta'sirga ega bir qism tor mashhurlarning Uyg'urlar uchun ovoz chiqarishi va aloqador mazmunlarning alohida ko'rilib Xitoyni bearam qilayotganligi ham ma'lum bir tarafdan. Chunki to'xtovsiz davom qilyapti. Xitoyning bo'lib Ramazon oyida qilayotgan bu jinoyatlari qo'lg'ul qo'zg'ayotgan bir paytda Xitoy bosh konsulligi bu ko'rinishni, bu haqiqatni yepish uchun mana shundoq millatimizning ichidan chiqqan manqurtlardan foydalanib turib ko'z bo'yamchilik qilish harakatini elib berayotganligi albatta insonni ichindirdi. Bularga millatimiz albatta hech bir zaman unutmaydi bularninki. Mushu Xitoyning yanında shunday o'ltirib numussizlarcha shuningga ya inson o'ylab qoldi inson ba'zida. Mushu suratga tushib mush tajovuzchining yanında turib qolishdan o'limni a'lo ko'rish kerak aslında. Mushunda bir erkin dunyoda turib, ammo numussizlarcha bular qila oladi mana.